Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hammaga xayrli kun. Bassein, Intex bassein 360 ga 360 qaytaraman. 360 ga 360 aylanasi. Xo'p. 76 balandligi, yo'nakta oyog'i bor. Shu mashi shumalog'idan shu holatda bo'ladi pokovka. Ko'pchilik bizdan so'rayapti, o'sha bassein o'zingizda yo'qmi deb. Shuning uchun basseinni ham davlat sotuvni yo'lga qo'yyapmiz. Razmeri 360lik, 3lik yoki 3,5lik yo 280lik emas, 360 o'sha kattasida xudo xolasa. Endi buni hozir joy tayyorlab oldik. Biz joyimiz shiyonligini hisobiga bu shiyonda tekshirib olish mumkin. Shuning uchun tagiga qolganini yozib oldik. Hozir tayyorlab, ochib ko'rsatib beraman sizlarga. Xudo xolasa. Videoga ulab ketgim keldi. Xo'p, buncha nima chiqadi? Kitobchasi. Kitobchasi. Yetarlari. Yog'i, oyog'i. Bu ham shu stoykasini detali. Bunaqa suv filtr chiqadigan joy bo'ladi. Bunga o'xshagan chetga qo'yiladi. Mana bu suv filtrni chekib bo'ladi. O'shalarni yo'qlaydigan. Ishlagandan ko'rsataman. Bu basseynda o'zi qo'shib holatda. Bu oyoqlar, stoykalar. Jam narsalar chiqdi. Endi buni tiklaymiz, xudo xolasa. Tiklab ko'rsatamiz.
Ya bo'ldi. Kanalimiz a'zolari, xohlasa birinchi uni halqaga o'tkazib oldik. Aylanib atrofini. Endi uni oyoqlarini ilamiz. Ana, xudo xolasa basseynimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Videomiz uzoq ketdi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik, ota-bolalar. Xatarama 360 suv sig'imi. Ham tonnamiz ekan. Altı yan tonna ekan. Maşallah. 6503 litr. 1708 gal. 76 balandligi. 360. Mana akalar, xudo xolasa mana shu endi kan hammani uyda ham yerni ko'lab salafon tashagan sharoit yo'q. Sharoit yo'qki, joy yo'q. Hovlisida qiziqishga bir mana shu joyda 100 tadan 200 tagacha bemalol ilon baliq boqsa bo'ladi. Nima qilyapsiz, ulim? Ilon baliq boqsa bo'ladi bemalol. Ko'mir sog'inib qolibdi. Yumshoqmi? Yumshoqmi? Xo'p, aka, endi narxini aytaman. Basseynimizning narxi 1.350.000 so'm narxi. Narxi davlat siri emas. Narxi 1.350.000 so'm. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavka 50.000 bilan 70.000 orasida bo'ladi. Dastavka puli qo'shiladi. 50.000 bilan 100.000 gacha deylik. O'rta hisobda. Voha tomonlarga endi kelishamiz. 100.000 o'tib qoladi menimcha. 100.000 atrofida. 100.000 o'tib qolsa kerak. Mana shu holatda bo'ladi basseyn. Kimga kerak? Biz hozir faqat yumalog'idan bor. Endi baliq boqqani yumalog'i yaxshi bo'lgani uchun shu yumalog'ini sotuvga chiqardik. E'tiborlaring uchun rahmat. Telegram kanaliga qo'shilib olinglar. Telegram kanalimiz pastda ilon baliq 3.7 yo bo'lmasam Telegramga poyist berasizlar. Ilon baliq va dafniya o'zimiz o'zbek alifbosida, o'zbek alifbosida ilon baliq va dafniya deslaring shu Telegram kanalimda rasmida Dostonbek ilon baliqlari deb yozib qo'yganmiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyada berishlaring mumkin. Suvni necha kunda almashtiramiz desa, mana shu basseynda 100 tadan 200 tagacha baliq boqiladigan bo'lsa, 3 kun, 4 kun, 1 haftagacha o'zingizga bog'liq. Avvalo suvda iflos yaxshi yomon saqlashingizga bog'liq. Akkuratni ishlasangiz, uzoqroqda almashtirasiz. Besporiadga ishlasangiz, tezroq almashtirasiz. Vallahi uchun rahmat. Like the bossing.